Ko'pchilik so'ragan savol bor, motor moyi bu safar qorayib ketdi yoki qoraymadi deydi. Aslida motor moyi qoraygani yaxshimi yoki yomonmi? Ikkinchi masala bor, yana qiziq temalardan bittasi, avtomobilni uzoq vaqt haydalmadi. Masalan uchun 1 yil davomida. Haydalmagandan keyin probegi o'zgarmadi. Moyini almashtirish kerakmi yoki yo'qmi? Ikkinchi masala bor, ishlash jarayonida motor moyi quyilib qoladi yoki suyulib qoladi. Qaysi bir holatda quyilib, suyulish to'g'risida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qiziq bo'lsa rolik oxirigacha ko'ring. Aslida bu yaxshi hisoblanadi. Sababi moy ishlab chiqarish jarayonida, ya'ni 70% dan 90% gacha, ba'zi moy 10% dan 30% gacha pirsatkalar yig'indisidan hosil bo'ladi motor moylar. O'sha pirsatkalarni o'ziga yarasha vazifalari bor. Dvigatel ishlash jarayonida mikroskopik zarralar, oksidlanganda chiqadigan ifloslar, nagar qoldurlari hammasi yig'indisi dvigatel ichida aylanib yuradi. Ana o'sha detergent, dispersantga o'xshagan pirsatkalari, ya'ni bittasini vazifasi tozalash bo'lsa, ikkinchisini vazifasida o'zida ushlab qolish. O'sha vazifani bajarganligi uchun moy tez qorayib ketadi. Dvigatelga agar shunaqa qilmaydigan bo'lsa, dvigatelga yopishadi o'sha zararli moddalar. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsa, qiyos qilish to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, kir kiyimni to'g'ridek suvga to'ldirib soladigan bo'lsa, kiyim ho'l bo'ladi, suv suvligicha turadi. Lekin u yoqqa agar parashut tashiydigan bo'lsa, yaxshilab bo'ktirsa, suv mazavaga aylanadi. Kiyimdagi kirni o'ziga tortib oladi. Demak, mazava o'zini vazifasini qildi, parashut tozaladi degan ma'noni bildiradi. Shunga o'xshab motor moyi ham tozalagani, qoraygani yaxshi. Ishlash jarayonida ba'zi holatda sifatsiz nagar bo'lib ketgan motorga klient kelganda men sifatli moy quyib berganimda 1000 kilometrda ham qorayib ketgan bo'ladi. Egasi jalba qilgan, aytganki, oldingi moyimda qoraymasdi bunchalik tez, sani moyingni tez qorayib ketdi deb aytgan. Ya'ni bu degani aslida oldingi moy sifatsiz bo'lgan, tozalovchi xususiyati yaxshi emas bo'lgan moyda foydalangan. Men quyib bergan moy sifatli bo'lganligi uchun dvigatelning nagarlarni riski o'ziga tortib oldi. Ya'ni moy o'zini vazifasini qilayotganligini bildiradi. Avtomobil uzoq vaqt haydalmaydigan bo'lsa, motor moyini almashtirish kerakmi degan savol keladigan bo'lsa, albatta almashtirish kerak. Sababi, birinchidan havo bilan reaksiyaga kirishganligi uchun kondensat va namlik dvigatel ichiga kiradi. Va ba'zi bir pirsatkalar bor, u turish jarayonida cho'kib qoladi. Ana o'sha holatda moy o'zini vazifasini bajarmaydi. Uzoq vaqt haydalmagani evaziga. Shuning uchun 1 yil agar davomida haydalmaydigan bo'lsa, motor moyini almashtirib olish tavsiya qilinadi. Sabab bo'lmasa, vazifasini to'liq qilmaydigan moyda yurib qo'yasiz. Dvigatel ishlash jarayonida o'sha metal strujkalar, o'sha mikroskopik zarralar, oksidlanganda chiqadigan iflosliklar, namliklar, vlagalar, hamma tashqi premislar qo'shilganda va moyga probega yetib kelgan paytda o'sha narsa yig'indisidan moyga uradida, moyi quyuligiga ta'sir qiladi. Moy quyulashadi o'sha holatda, moy eskirganda ayniqsa. Yoki teskarisi, motor holati, ya'ni ishlash jarayonida benzin sistemasida muammo bo'lsa, yoki injektor farsunki o'sha svechalarda, ya'ni yaxshi sep bermasa yoki yaxshi yonmaydigan bo'lsa benzin, ba'zi holatda benzinda moyga benzin o'tib ketadi. O'sha holatda moy suyuladi. Ya'ni bagatismes, bednismes degan narsaga o'xshagan narsalar bor. Moy suyulib ketishi mumkin. Teskirganda zararli moddalar qo'shilganda quyiladi. Juda benzin tarafida muammo bo'lsa suyulib ketadi. Ikkala holatda ham yomon. Demak, moyi rangini ko'rsatkichi uni yomonligini bildirmaydi. Bosib o'tgan masofasi yoki ishlagan vaqti yoki zarurat bo'lsa, laboratoriya tahlil orqali sifatini bilishimiz mumkin. Shuning uchun o'z vaqtida motor moylarini alishtirib turinglar va benzin sistemani tekshirib turinglar.